Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'alaning ne'matlari behisab. Rabbimiz Qur'oni Karim oyatlarining birisida bizga murojaat etib, shunday so'zlar aytadi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Va in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya'ni benim ne'matlarimni, benim sizning uchun erishtirgan bo'laklarimni soniy boshlasangiz, barlay boshlasangiz, ularning shigina kelib yeta olmassiz deb aytadi. Shusha ne'matlarning birisi, ulug' ne'matlarning birisi ulda bo'lsa Ramazon oyi. Alloh taolaning rahmati bilan shusha muborak bo'lgan oyda, amal g'ibodatlarga mo'l bo'lgan oyda turmush olib boramiz. Rahmat kunlari. Rahmat kunlari o'zib bora, akinlab mag'firat kunlariga yaqinlashamiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zining hadis shariflarining birisida shunday xabarini yetkazdi. Ramazon oyining birinchi 10 kuni ulda bo'lsa rahmat kunlaridir deb aytadi. Ikkinchi 10 kuni mag'firat, ya'ni g'afu etilu. Alloh subhanahu va taolo shu vaqtda o'zining qullarini g'afu etadi, gunohlaridan ozod etadi deb aytadi. Ham 3-10 kuni 3-distasi ulda bo'lsa o'tdan najot, ya'ni o'tdan saqlanu. Alloh subhanahu va taolo shu vaqtda o'zining qullarini o'tdan ozod etadi deb aytadi. Mag'firat kunlarına yaqinlashib boramiz. Rahmatimizni Alloh subhanahu va taolaga bo'lgan shukronamizni bildirib murojaat etamiz, duolar qilamiz, vaqtlarimizni bo'sh o'zdirmasga tirishamiz. Mag'firat kunlari. Rabbimiz Ar-Rahim, Ar-Rahman, G'afur, Al-G'affar, ya'ni Alloh subhanahu va taolo gunohlarni g'afu etuvchi. Rabbimiz gunohlarimizni bag'ishlovchi, kechiruvchi. Adam bolasining gunohlari ne kadar ko'p bo'lsa-da, Alloh subhanahu va taolaning mag'firati hech shaksiz undan zo'rroq. Shunga ko'ra da bu vaqtlarimizda Rabbimizga murojaat etuv kerak bo'lar. Gunohlarimiz, kimchiliklarimizni borlab, qarab, shularni tuzatishga tirishib, shularda o'kinib, Alloh taolaga murojaat etuv kerak bo'lar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zining hadis shariflarining birisida bizga shunday shodliqli xabar yetkazdi. Kimda kim o'zining gunohi uchun o'kindi ekan, kimda kim o'zining gunohi uchun o'kinib Alloh subhanahu va taolaga murojaat etdi ekan, o'kinib Alloh taolaga yolvordi ekan, istig'forlar qildi ekan, bu kishining gunohlari g'afu etiluvine bir sabab bo'lar. Aning gunohlarini g'afu etirga bir mumkinchilik tuvar deb aytadi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam. Bigrakda Ramazon oylarida. Chunki Ramazon oyi ulda bo'lsa muborak bo'lgan bir oydir. Mu'min musulmonlarning oyidir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bu so'zlarni bizga bir vasiyat ettirib aytib qoldirdi. Shunga ko'ra da bu vaqtlarni, mag'firat kunlarini ham Ramazon oyining so'nggi qolgan kunlarida amal g'ibodatda o'tkazsak, Alloh subhanahu va taolaga murojaat etib, tavba istig'forlar qilsak, ko'z yoshlari tuga Alloh taolaga duolar bilan murojaat etsak, Rabbimiz bu duolarimizni bo'sh qoldirmas. Rabbimiz shusha gunohlarimizni g'afu etib, bizga xayrli turmushlar davom ettirgan nasib etadi. Alloh subhanahu va taolo gunohlarimizni kechirib o'zina yoqnaytir. Chunki Rabbimiz g'afu o'tinuvchi, g'afu so'rab menga murojaat etuvchi qullarimni men yaratam deb aytadi. Istig'for qiluvchilarni yaratam deb aytadi. Shu vaqtda shu gunohlarimizdan tavba etib, ya'ni bu gunohlarimizga keri qaytmasqa bir va'da da berga kerak bo'lar. O'zimizga ham Alloh subhanahu va taolaga murojaat etib duo qilish kerak bo'lar. Mag'firat kunlari, gunohlarimizdan arinu, gunohlarimizdan shistarinu kunlari kelib yetadi. Alloh subhanahu va taolo bu vaqtlarni g'aflatda o'zdirmasqa nasib etsin. Shu mumkinlik bilan qo'llanib, fursatni qo'ldan ashqandirmishi amal g'ibodatlarimizni, duolarimizni, tavba istig'forlarimizni orttirga nasib etsin. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil akhirati hasanatan va qina azabannar. Allohu akbar.